Yozdingizmi? Yozdim ukam, yozdim. Sadqayi. Qanu! Aka, qo'ying. Yo'limdan ishdan ketib qolishingiz mumkin. Qo'yingizchi. Ichkariga kir. O'zi bosing. Kir dedim senga. Iye. Keling Murat aka. Tinchlikmi? Bilasanmi, odam nimadan bezib ketadi? Ishdan emas, yo'q. Sendagilarning nafsidan. Men bu sohada 20 yildan beri ishlab kelyapman. Temirni ham, motorni ham, eng og'ir mashinasini ham ko'taraman, lekin insonning insofsizligini ko'tara olmayman. 6 oyda 4 ta joy almashtirdim. Har safar endi joyimni topdim deganda ijara puli oshadi, shartlar o'zgaradi yoki bu joy menga kerak deysanlar. Sababini bilasanmi? Sababi sendagi nafsini qullari, ochofat, hasadgo'ylar zerikib qolasanlar. Pul kamroq tuyulaveradi senlarga. Qanoat degan narsa yo'q. To'g'ri, hamma ham senga o'xshagan emas. Yaxshi insonlar ham bor. Ammo senlar chirigansanlar. Miyang chirigan senlarni. Xayolingda milliardlab pul topyapman-u, senlar quruq qolyapsanlar, ha? Aka. Nima aka? Okang bo'lsam, shunaqa qilasanmi? Men bu ustaxonaga ish uchun kelaman. Oilamni boqish qo'limdan keladi. Ammo sendagilarni nafsini to'ydirish qo'limdan kelmaydi. Bilasanmi, bitta ustani gardanida nechta dardi bo'ladi? Hammasini mana shu moyga botgan qo'llar ishlab topadi. Hammasi peshona teri va halol mehnat bilan. Aka. To'g'ri tushuning. Albatta, bizning ishimiz to'g'ri tushunish. Lekin sen bu gaplarni uyda umid bilan xarajatlarni ro'yxat qilib o'tirgan oilamga tushuntir. Ishi bitmagan mashinani egasiga 2 yildan beri hech qayerga olib bora olmayotgan ota-onamga tushuntir. Tushuntir. Tushuntira olmaysan. Chunki gaplaring tushuniladigan emas. Odamni ko'nglini aynitadigan. Men ketaman. Lekin unutma. Sen ham ketasan. Bir kun